Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025 yili 5 ayning 31 kuni men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun so'zlaydigan jami 4 cho'ng mazmun bor. Agar mening programmamni yaxshi ko'rsanglar, barmoq berib qo'yinglar hamda Facebook va YouTube kanallariga ergashib qo'yinglar. Bugun so'zlaydigan birinchi mazmun Uyg'ur Project Fondi va Uyg'urlar haqida. Hozir Uyg'ur Project Fondiga har oyda 5 nafar qarindoshimiz pul yig'ini qilyotidi. Ulardan ikkisi Amerikada, birilan Turkiyada, birilan Yaponiya, birilan Yevropada, yana birilan nomsiz, men hozircha bilamadim nima qilayotganligini. Bundan ichida bir qarindoshimiz, Amerikadagi bir qarindoshimiz Uyg'ur Project Fondiniki xarajatining xil zo'r qismini chiqarib qo'yotidi har oyda. Xil ko'p pul yig'ini qilyotidi. Mush fursatdan foydalanib, mush qarindoshlarning hammasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yaqinda bir narsani Facebookga chiqarib qo'ydim men. Amerikada bir oila isli qarindoshlarimiz bor. Ular birlikte bir İngiliz tili tor dershanesi açtı. Dillar Akademiyası deb atıldı. Dillar Akademiyası. Ben bunu bu tor o'qitishni Facebook'a chiqarib qo'ydim. Bu İngiliz tili kursi haqsiz. Har qanday odam tizimga kirib darsni anglay oladi. Andan keyin yaqinda şu tor betini bilgan şu videoni ostiga chiqarib qo'yman. Yaqinda Turkiyadagi ba'zi qarindoshlar tizimda modoq deb shu qitgan. Men buni o Dillar Akademiyasiga qatgan ularga dedim, ular tekshirdi. Ularniki shu mulozimat tor betida hech qanday masala yo'q ekan, normal ekan. Qarag'anchada Turkiyadagi ba'zi qarindoshlar qanday tizimlashni bilolmayotgan o'xshaydi. Eğer siz e-mail orqali tizimlasangiz, siz ishlatgan e-mail adresiga bir xat keladi. Sizniki o'zingizniki hisobini jazmlashtirish uchun shu e-mail shu ilxatni ochib, kelgan uchurini chekib, ashni o'zingizniki e-mail adresini jazmlashtirishingiz kerak. Agar ashta qilmasangiz tizimlat qilib bo'lmaydi ekan. Hozir nurg'un yerda ashta qiladi. Qalam qadamlar bir ish qilmasin, mashina orqali ishlar bo'lib qolmasin deb maslahatini talab qiladi. Ashta bo'lg'achqa Turkiyadan tizimlatilgan qarindoshlar imkon bor inglizcani biladigan ulardan birini qishingga akib turib birlik qilinglar, buni qilsanglar tizimlaysizlar. Turkiyadan tizimlatganlarmi bor ekan, demakchi to'rbeti normal ishlab etibdi. Faqatlam tizimlashda ba'zi qarindoshlarimiz qiynalib o'xshaydi. Bu Dildar Akademiyasiga Mush akademiyasida ingliz tili ders o'tib turadigan odam jiddiy lozim ekan. Agar mushtaq ishni millat uchun mushtaq bir ishni qilay desanglar, aloqalashgan bo'lsanglar, shu Dillar Akademiyasining to'rbetini cheksanglar, ostida aloqalashadigan e-mail adresi chiqadi, o'sha ushur qilsanglar bo'ladi. Ders o'tib turishni xohlaydigan qarindoshlar yoki men bilan aloqalashsanglar, men bu akademiyadagi ukalar bilan tanishtirib qo'yman sizlarni. Bugun deydigan yana bir xabar Abdulla Ayub inimizniki ular nima deydi degan bir yurishlik kitob bor. Shuning ichidagi ular nima deydi degan kitob nashrdan chiqib, bu qatim Germaniyadagi yig'in jarayonida kitobni men taqibdi o'shada. Bu kitobni tunji qatim bu kitobni Uyg'ur arab yozig'i va Uyg'ur latin yozig'i ikki xil yozig'da chiqadi bu kitobni. Kitaptaki birlik kitap ama ikki xil yozig'da. Bu qatim Germaniyadagi yig'in jarayonida O'rta Osiyodan kelgan qarindoshlar nihoyat yaxshi ko'ribdi bu kitobni. Xil kitobni akitibdi. Bu kitobni nimadan sotib olasizlar? Turkiyadagi Taklimakan kitobxonasidan sotib olasizlar. Shu yerdan evasanlar bo'ladi. Bu kitobniki ko'pincha chiqimini Uyg'ur Project Fondidan chiqardik. Bir qism chiqimini Abdurrahim inimiz o'zi chiqadi. Albatta uniki bütün emgakları Abdullah hukumumuzdan keladi, unga ilinmaydi, ahbamaydi hech kim. O'zi sayyara xolisani qilyotidi bu ishlarni. Kitobniki batchilik,
rasmchilik, bostirish ishlarida Uyg'ur Project fondi yordam qildik. Uni Takrilmakan kitobxonasidan sotib olasizlar. Andan keyin bugun sizlarga deb qo'yadigan yana bir narsa bor. Men u kitoblarni rasmini sizlarga ko'rsatib qo'yatdim. Shuni bir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Ular nima deydi degan kitob. Ma xatlar ta'tir chiqib qoldi qachon. Ma u andan keyin uniki ichidagi ba'zi ko'rinishlar bir ko'rinishlar. Andan keyin sizlarga deydigan yana bir xush xabar. Mana buni xush xabar deb bilaman. Chet eldagi bir necha ukalar an'anaviy Uyg'ur kiyimlarini sotyotdi to'rda. Bu shirkatning ismi Livan Ay degan shirkat. Ashtaxkan bu kiyimlarni hammasini Uyg'urlar yasagan. Uyg'urlarniki zavodidan chiqadi. Iliqi yolg'iz nima emas. Bu to'rbetiniki ko'rinishi. Torbetning ko'rinishi masalan torbetni echib ko'rsatib qo'yay hozir. Torbetdagi rasmlar. Bu qandaqdir bayram bo'lgan chaqda kiydigan kiyim emas. Odatda keysimi bo'ladigan kiyimlar ekan, nihoyat umoq tikilibdi. Hozirgi zamonga moslashtirilgan holda. Ondan keyin shu to'rga kirib boshqa yerlar bilan solishtirib olsanlar bo'ladi. Bu kiyimlarning bahosi intayin arzon. Ikki alayligi bor. Birisi bu kiyimlarni qanday vaqtda kiysa bo'ladi? Yet bayramda emas. Qanday vaqtda kiysa bo'ladi? Ikkinchisi bahosi arzon ekan, nurg'un boshqa yerlarga qaragan chog'da. Shunga torbetiga kirib ko'rib qo'yinglar. Torbetining ismi livanay.com. Men buni hozir har xil chiqarib tayyorlab qo'ydim. Ba'zilar hatto ta'til ko'rib qilish mumkin deb har xil qilib baqdim. Biroz to'g'ri ko'rinamdiki bu yerda. livanay.com. Men buni torbetning adresini shu videoning ostiga chiqarib qo'yaman. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Men buni ichib ko'rsatib qo'yay hozir. Torbetning o'zini. Ben torbetini açtım hazır. Torbetini açtım. Aşağıda bahalardan tatip varken. Kimlerin bahaları. Köpüncüsü $20 tarafındaki. Şuna bir köpek anla. Torbetini bir köpek anla. Muşarqılık Uygurlarniki medeniyetini çetel salap qilish ishlariga töp qo'shsizlar. Ballarınlarımı bu kiyimlarni cho'qim yaxshi ko'rish mumkin. Men shaxsan bek udan yaxshi ko'rdim kiyimlarni. Uygurlar haqidagi yana bir cho'ng xabar 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Yoshlar Kengashi g'alabalik oxirlashdi. Shu munosabat bilan shu faoliyatga kuch qolgan barliq organ, shaxs berib qatnashgan qarindoshlar hammalarga rahmat aytaman. Hamda sizlarni qizg'in tabriklayman. Yaqinda Uyg'urlar haqidagi xabar. Yaqinda chiqqan yana bir narsa Uyg'urlarniki do'sti doktor Adrian Zenz bir maqola e'lon qilib Xitoyniki 11 rayondagi 75 zavodida hozir shu majburiy emgak ishchilari qilib elingan Uyg'ur qo'l ishchilari ishlaydiganligini e'lon qildi. Bu cho'ng xabar bo'lib ketdi. Nurg'un cho'ng medialar xabar qildi buni. Xitoy o'lkasidagi 11 rayondagi 75 shirkatda Uyg'ur qo'l ishchilari ishlaydi degan mazmunda. Demak, hozir Xitoyniki chet elga eksport qilayotgan mushtaq kiyim-kechak, mushtaq buyumlarining ko'pinchisida Uyg'urlarniki
qani bor degan gap endi. Bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Cho'ng medialarga buni ko'p chiqdi bu. Yaqında bo'lgan yana bir ish, meniki bir do'stim Xitoylarniki DeepSeek degan sun'iy aql qurolini tekshirib bakkan, tekshirib Uyg'urlar to'g'riliq bir she'r yozgan desa, bu tema bizniki mazmun doirasimizning sirtida, shunga bu to'liq so'zlamay boshqa ishlar to'liq so'zlashayli deb mazmun chiqibdi. Uyg'urlar to'liq bir she'r yozib desa, ondan keyin Xitoylar to'liq bir she'r yozib desa, she'rini Xitoylarni maqtab she'rdan birini yozib beribdi. Men buni Twitterga chiqarib qo'ydim. Demak, Xitoylar yaqinda dunyoga jakalagan DeepSeek degan sun'iy aql quroli Uyg'urlarni tunimaydi ekan. Buni Twitterga yozib chiqarib qo'ydim men o'zimcha. Endi vatan haqidagi xabarlarni nazorat qilay. Burunqidaklar bu xabarlarning asosan asas qismini Amerikadagi singlimiz Zumrat Davudniki Facebook hisobidan olaman. Men ba'zilarini shu paytda ko'rsatib qo'yaman. Yaqında chiqqan bir videoda bir xonim aytdi qaqshidi. Bu xonimning deyishicha, hech qanday Xitoychani bilmaydigan Uyg'ur qizlari Xitoyga setilib ketgan. O'tirdiki Uyg'urlar qurib olgan shu mulozimat shirkatlariniki to'hpisi bilan Xitoylarga tegib ishga berib, undan keyin u yerda intayin qiynalgan. Ba'zi qizlar shu Xitoyga tegishdan burun Xitoy shu qizniki Uyg'ur oilasiga 200 ming so'm pul beraman deb va'da qilgan. Demak, bu yerda pul savdosi, rasmiy mol savdosi bo'lyapti degan gap endi. Uyg'ur qizlarni setib oladi degan gap. Ashta qilib qizlarni ishga olib olgandan keyin pulni bermagan ahvollar bor ekan. Ba'zilarga 200 ming emas, 50 ming bergan ahvol bor ekan. Bu yerdagi vahshiy ish nima desa, bu qizlar hech qanday Xitoychani bilmaydi ekan. U yerga borgandan keyin ig'ir zulm ostida qolgan. Bu qizlar faqat jinsiy munosabat o'yinchiqiga aylanib qolgan. Masalan, qizlar odat ko'rgan vaqtlaridami iri jinsiy munosabatga qistab ularni chiqib u qizlarga odam qatorida muomala qilmagan ahvollar. Shunday ahvolni ustidan shikoyat qilib bir sonimiz video chiqaribdi. Andan keyin 3 qavatlik yerliklarniki nimasi chiqdi? Videosi. Andan keyin Xitoydan vatanga berayotgan Uyg'urlarning ahvollari chiqdi. Bunday ishlar ko'p bo'lyapti hozir. Andan keyin qapazga ushlangan Uyg'urlar bundaq cho'ng temir qapazni meniki tunji qatim ko'rishim. Burun Xitoy o'lkasidagi Uyg'urlarni sulagan turmidagi qapazlarni ko'rgan. U qapazniki egizligi 1 metr. Odamlarniki yurtirishi mumkin emas. Faqat o'ltirib kalsini egib turib, o'sha hayvon sulaydigan, ish sulaydigan qapazga o'xshashlar. Qapazning egizligi 1 metr. Ma'lumotda qapazlar bor ekan hozir. Andan keyin yana bir narsa lagerdan chiqqan Uyg'urlarniki.
lagerdan chiqqan Uyg'urlarniki ko'rinishlari hozir bunday videolar ko'p chiqyotidi. Ondan keyin ba'zi Uyg'urlar Xitoycha to'y qilgan. O yigitmi Uyg'ur, qizmi Uyg'ur, ammo to'y qilish shakli butunlay Xitoycha. O'tganda nima G'uljidagi ba'zi xonimlarni doktorxonaga olib borib, ularni sen kasal deb majburiy ularni karavotlarga teng qo'yib, bir ishlarni qilib, shunaqa qilayotgan ishlar to'g'ri bir videoni so'zlab bergan masalaga. Bu qatim Zumrat Davud singlim shu videoniki davomini chiqaribdi. Shu chog'da tilga olgan ma qiz doktorxonada o'lib olaman deb o'ziniki zanjirini, oltin zanjirini yeyapti ekan. Yevilib hozir o oltin zanjiri ichida bor ekan hozirmi? Zanjirim ko'sib qo'y degandim, ovoz chiqmay qoldi. Shu qizni to'g'ri videoyini chiqibdi. Andiken shu Uyg'ur qizlarni zanjir endi chiqdi. Mis zanjir ekan, mis zanjirini yeyapti qiz. Hozir Uyg'ur qizlarni Xitoyga tunishtirdiganlar, erlarmi bor ekan, qizlarmi bor ekan, Uyg'urlar. Mushtaq mulozimatni qilib turibdi. Ishqilib bu jihatda shu vatan to'g'risida sizlarga yaxshi xabar yetkazay desam, topolmayapman. Shunga nim bo'lsa shuni yetkazib qo'ydim. Kechiringlar, ba'zanlarning ko'ngli yerim bo'ldi. Hammalarning ko'nglimiz yerim endi. Reallik shu. Bugun so'zlayotgan 3-chi mazmun Xitoy haqida. Yaqinda Amerika bir nima chiqadi. Amerika Rubio bir narsani e'lon qildi. Hozir Amerikada 277 ming Xitoy o'quvchi bor ekan. Amerikada 277 ming Xitoy o'quvchi. Mushu o'quvchilarniki vizasini bekor qilib etishni e'lon qildi. Ikki xil ahvol bor. Buning ichida mushu tabiiy-fan, sistem ma'rifi deymiz, sistem degani tabiiy-fan, texnologiya, injenerlik va matematika. Bunun anikin nimba sun'iy aql, anikin olam texnikasi degandek kasblar. Mushsada o'qiydigan Xitoy o'quvchilariniki hammasiniki vizasini bekor qilib etish. Hozir jami 277 ming o'quvchi bor ekan Amerikada, Xitoy o'quvchilaridan. Uni anda qilib etish, andikin Xitoydan kelgan u Xitoylar dunyoning nereden kelgan bo'lishidan qat'iy nazar qo'lida Xitoy pasporti bo'lsa mana shunaqa qildi ekan. Andan keyin nima ijtimoiy fanning o'quvchilariga viza berganda yoki Amerikaga qaytib kirmoqchi bo'lganda ularniki ijtimoiy taratquv hisoblarini tekshiradiganligini e'lon qildi. Ularning ichida nima Amerikaga qarshi ishlarni qilayotganlar bormi yo'q. Shularni tekshirib,
Amerikaga qarshi ish gap so'zlarni qilayotgan bo'lsa, bunaqa viz bermaslik. Endi bu ish nima bo'lib ketdi desanglar, shu 2000 yildan boshlab Amerikada o'qigan Xitoylar o'qish bitirish murosimiga qatnashib, o'qish bitirish guvohnomasini olgan vaqtida Xitoyning bayrog'ini ko'tarib chiqadigan ishlar bo'lib ketdi. Mavut yaqinda bo'lgan ish bu. Mushta ishlar bo'lib ketgan. Shu nimadagi Havardiki va boshqa maktablardagi yaqinda bo'lgan namoyish o'bishlardan Xitoylar xili bor. Hatto ba'zi Xitoy erlari Falastinning ayollaricha yasini bilib namoyish qatnashganlarmi bor. Amashta qilib nurg'un propagandchiliklarni to'ldirib o'tdi. Ashta bo'g'ashqa u birisi, ikkinchisi hozir Amerikaniki texnikalarining yuqori texnologiyasiga o'g'irlanishi intan cho'ng masalaga aylanib ketdi. Hozir Amerika uni qilib baxti, buni qilib baxti zodi to'sib olmayotdi. Masalaga bu vaqtda izchil turda deb kelgan. Amerika Xitoyniki texnologiyalarni qanday o'g'irlaydiganligini tushunmay kelayotgan ta hozirga qadar. Bularni adam orqali o'g'irlaydi bular. Amerikadagi bütün yuqori texnologiya barliq yuqori texnologiya shirkatlarining hammasida Xitoylar boshlaydigan. NASA'da shu. Intayn vahshiy ahvollar bor. Ashta qo'g'ashqa texnologiyani shu odamlar orqali o'g'irlab ketib bordi. Buni men o'zimniki ta'sir darajasida izchil deb keldim. Amerika hukumatidagi kishilarga bu odamni o'g'irlaydi buni, odamni o'g'irlaydi. Odamlarni tekshiringlar. Eng oxir hisobda Xitoy fuqarolarini Amerikadagi yuqori texnologiya organlaridan tozalamachilik bu o'g'irlik tugamaydi deb mushkatni deb kelyapman men izchil turda. Amerikaning bu sohada yapgan birinchi qadami o'quvchilarni cheklash. Oxirgi hisobda agar yine men degandek Amerikaniki yuqori texnologiya organlaridagi Xitoy fuqarolarini tozalamachilik bu o'g'irlik to'xtamaydi. Men tunagan bir video ko'rdim. Xabarlarda bor Elon Musk osmonga sun'iy amralarni raketa orqali chiqarib, uni yer shariniki tortish kuchidan qutuldigan yerga olib qo'ygandan keyin raketa burun shu portlab u yerga uchib ketadi. Hozir Elon Musk uni yer shariga qaytirib akilib, yerga salomat qo'ndirib, qayta ishlatilgan qilib olgan. Menimki bilishimcha bu texnologiyaga qancha uzun bo'lmaydi, yoki 2-3 yil bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Tunugun Xitoylarmi bir raketani sinov qilib osmonga chiqib, uni dengiz ichiga tushirib oldi salomat. Ishlatib bo'lgan holat emas, suvlam tushdi, lekin asta tushib, shu keyincha uni yig'ib olgan, qayta ishlatib bo'lgan ashta qilmoqchi endi. Demakchi Elon Musk qilgan mush texnologiyani 2-3 yil ichida Xitoylar o'g'irlab bo'libdi. Bundan boshqa nurg'un ishlar bor. Amerika cho'chib hozir bu ishlarga besh qaytyapti Xitoylarga qanday taqobil turish to'g'riliq. Shunga Xitoy o'quvchilar haqida mana bir ish bo'ldi. Mush orqali Amerikadagi Xitoy o'quvchilarini Amerikaga kelib tarbiyalash tarixiga hozir 100 yildek bo'lib ekan. 100 yillik tarixga xotim berilgan bo'ldi. Endi buniki Uyg'urlarga Xitoy pasporti va Uyg'urlar uchun cho'ng ziyon bu. Burun Amerikaga kelib o'qimoqchi bo'lgan Uyg'ur o'quvchilarga tabiiy fanda o'qisa, bo'lgan tabiiy fanda o'qigan, fizika, matematika degandek. Shu asosda o'qiganlar Amerikaga kelib magistrlik o'qisa, undan nima o'qish mukofotiga erishgan bo'lganligi haqida maslahat berib kelganman. Uzun yillar bo'lib ketdi. Hozir endi mush yo'l to'sildi degan gap endi. Xitoyniki iflosligi, razilligi tufaylidan mushtaq normal yo'llarni taqiladi. Bunga boshqa iloji yo'q. Hozir Xi Jinping degan jallatniki hamma huquqlardan ayrilib qolganligi to'g'riliq gap so'zlar bakchiq. Uniki huquqdan chiqib ketganligi, uning o'rniga boshqa odamlarning chiqish ehtimolligi borligi, xos odamlar ekanligi degandek. Shu gaplar bakchiq bo'lyotdi. U to'g'riliq hozircha to'xtashning hojati yo'q. Nima desanglar,
ochiq ekan ma tushdi ekan degan gaplar har xil. Bu yil 10 oyda Xitoyniki Xitoy Kompartiya 20 qurultay 4 umumiy yig'ini ochiladi. Shu chaqda bu ishlarning hammasi aniq bo'ladi deyilyapti hozir. Şoň endi bir neçe ay qaldı. O hazırça aldın bu to'g'ri faraz qilib, u narsalarga vaqt sarf qilmay, vaqti kelgan chaqda bilsak bo'ladi. Yaqinqi bo'lgan ahvol nima desanglar, Xi Jinping hozir videolarga gezniki birinchi betiga chiqib boqmag'ili Xitoyda 10 kundek vaqt bo'lib qoldi. Bu intayin oz uchraydigan ahvol. Bundan burun ikki qatam bo'lib qolibdi bunday ish. 2 haftadak Xi Jinpingning o'tirib chiqib kutilmaganligiga. Onun birincisi 2012 yılı Xitoyniki 18. qurultayı açılışdan burun 2 haftadak yo'qolib ketdi Xi Jinping. Sababi nima desa, bu chog'da Xitoyniki qeri rahbarlari bilan suhbatlashib, hamma huquqni o'ziga bilish uchun shu yerda yomonlab degandek 2 haftadak chiqmabdi ekan. Yana bir qatim 2024 yılı 7. ayındaki 29. günden başlayıp 2 gün çıkmaptı. 2 hafta. O çağda BDX'da bulan bir yığını var, her yılda açıldıgan. Qeri yaş devlet rehberleri hem şu yığılıp 2 hafta şu yığını açıldı bula. Şu 7. ayındaki 29. günden başlayıp 2 hafta şu yığın boptiken, şu çağda mı videolara çıkmaptiken. Şu 3. kıtım 5. ayındaki 23. günden keyin Xi Jinping yo'qolib ketibdi asosan. Videodim yo'q, gezladim yo'q. Uni u yerda nutqsizladi, bu yerda chet el hukumatiga tabrik etib o'tdi degan xabarlar bor ekan, lekin o'zi yo'q. Yo'qolib ketibdi. Shunga bu Xi Jinpingniki hozir hamma huquqni olib qolganligini bir namoyandasi deb qaralyotdi. Endi boshqa alomatlarim bor, har xil alomatlar bor. Menimcha biz hozircha bilib tursak bo'ladi, uni hammasi bilishning hojati yo'q. Yakında bo'lgan yana bir ish mushunga munosabatlik. Xi Jinping degan jallat o'ziniki yurtida o'zining dadasi Xi Rongshun uchun 2 xotira sari yasagan, intayin cho'ng xotira sari yasagan. Yakında uni o'zgartib, xotira sarini o'zgartib, uningki bir yangidan bir narsani sapdi, birlamkin. Onu Guanzhong Geming Jinyan Guan debdi. Guanzhong degan Guan degani munosabatlik degan gap. Zhong degani Xitoydagi Zhong, Jungwodagi Zhong. Degan xotir sari deb bir narsa sapdi. Uning bu sağan shu yerda, shu burun Xi Jinping o'zining dadasi uchun 2 xotir sari sağayaga ma bir narsa sanibdi. Lekin buningda Xi Jinpingning ismi yo'q. Xi Jinpingning dadasining ismi yo'q. Şu Xi Jinping'deki bir kısım hatıra buyumlarını mişaya kilip, bunu sarayda mişaya kilip saptı. Yakında dahi şu yeni sarayındaki açılış murasımı oldu ya da bu murasımıga Xi Jinping yoki uning ailesidan hech qanday adam qatnashmabdi. Endi buningda 2 ehtimollik bor deydi. Uning birinchisi norozi bo'lib, dadasiniki o'rnini tushirayotganligiga norozi bo'lib, Xi Jinping shuni qatnashmagan bo'lishi mumkin deydi. Yana birisi hozir Xi Jinping ve onun ailesidagilarniki bütün huquqiy tashlanib, ularniki bu murosimga kelib qatnashishiga yo'l qo'yilmagan, ularga ruxsat berilmagan degan ko'z qarash bor. Ishqilib mushtaq bir ahvollar bo'ldi yaqinda. Shunga albatta men degandek shu 10 ayda hamishlar aylanishidi. Bu Xi Jinping'ninki uydaki apsi ve 4 bala. Xi Jinping'ninki bir inisi var. İntayin lükçek. Adım öldüren inisi bu çetelerde geçmiş yürüdü ama Xitay'a baralaydı yine. İki sınırsındaki birisi Kanada'da, birisi Avustralya'da benim bilişimce. Xi Jinping'ninki 5 adam. Bu Xi Jinping ve dadası Xi Rongshun degan adam. Yakında Xitoylar haqida chiqqan yana bir xabar. Hozir xabarlarda bor. Amerika bilan Meksiko orasidagi chegara asosan taqaldi. Taqilib endi Xitoylar, ko'p sonli Xitoylar Kanada orqali Amerikaga kirgili turibdi.
Kanada'nınki Amerika bilan bo'lgan chegarasi intayin uzun. U yerda saqchilar yo'q, askarlar yo'q. Kanadalik kelsa piyoda Amerikaga kira oladi. Hozir shu ahvollar intay eg'ilish ketibdi. Xitoylar hozir Kanada orqali Amerikaga kirgilib turibdi. Meniki do'stlarimdan anglashimcha Kanada hozir Xitoyniki bir o'lkasiga aylanib qoldi deydi. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy har jihatdan Kanada butunlay Xitoyning qo'liga o'tib ketgan. Xitoyning bir o'lkasiga o'xshab qolgan. Aşağı deydi, hozir ma'afalmi shunga munosabatlik. Xitoylar Amerikaga Kanadani kirgilib turibdi. Endi amaldan ko'ngil bo'ladigan cho'ngroq xabar Xitoy Amerika savdo kelishimi qandoq bo'ldi degan ahvol. O'tganda 5-oyda Jenevada Xitoy Amerika bir savdo suhbat o'tkazib bir-biriga qo'ygan chegara bejini 115%dan tushiradiganligini bekitgan shu chaqda bekitib 90 kun qarab baqadigan 90 kundan keyin yangi qaror oldigan. Mushu 90 kungachadik Xitoy Amerika bilan yaqin hamkorlashib bir qism kelishimlarni tuzib chiqadigan mashta bo'lgan. Lekin hozir unday ish qat'iy bo'lmaydi. 2 kun oldida Xitoyniki Amerikaniki savdo vakili Jamison Greer degan kishi muxbirlarga so'z qilib, o'ziniki umidsizlanganligi, Xitoyniki hech qanday qadam olmaganligi, hech qanday ish ko'rmaganligi, shu Jenevadagi kurashdan keyin jim yetib olganligini o'tirib qo'yibdi, norozi ekanligini. Ondan keyin orliqda Xitoylar oqtashliklardan birini chiqardi Amerikaga qarshi. Ona ishrimi bor. Ondan keyin Trumpmi intayin xafa bo'lib, tunogin uzun bir nimaga Twitterga bir uzun bir narsa yozdi. Men aslida sizlarga shuni o'qib birman deb menga nima qilib qo'ygandim. Kompyuterimni chiqarishni unutib qoldim men. Bu yerda o'qiy olmayman sal tezroq. Endi Xi Jinpingniki degan gapini nima desanglar, nima Xi Jinping deyman, Trumpniki. Trump tunogin Twitterga bir narsa chiqarib intayin qattiq norozi bo'ldi Xitoydan. Asosiy mazmuni nima desa, men shu chegara bejini qo'ygandan keyin Xitoyning ahvoli intayin yomonlashib ketdi. Nurg'un zavodlar taqilib ketdi, kishilar ishsiz qolib qoldi. Xitoyda bir cho'ng qalamqonchilik kelib chiqish ehtimoligi tug'ildi. Shunga men yaxshi qilib ularga bu chegara bejini to'xtatgandim. To'xtatsam hozir kelib ular o'ziniki va'dasida hech qanday va'dasi tutmaydi. Bergan va'dasiga oshiqlik qildi. Endi meniki oq ko'ngil odam bo'lishimni mishati to'xtaydi. Degan gapi bor. Eng oxirida meniki oq ko'ngil odam bo'lishimni mishati to'xtaydi degan gapni dedi. Bu nima desa, Trump yana yangidan tadbir olmoqchi Xitoy haqida. 90 kun saqlamay, ehtimol shu yaqinda boshlashi mumkin. Hozir endi nima bu Trumpniki Xitoy bilan bo'lgan munosabatda yumshab ketishi Trumpniki qolgan butun shu savdo siyosatlariga intayin og'ir ziyon soldi. Bu nima desanglar, o'tganda Xitoyga chegara bejini e'lon qilish bilan tang dunyodagi 70 dan ko'p davlatlarga chegara beji e'lon qilgan Trump. Ularning hammasidan chegara beji olganligi sababi nima desa, ularning hammasi bilan Amerikaning qizil raqami bor. Amerika ulardan oz boj oladi, ular Amerikadan ko'p boj oladi. Ashtalarning hammasida Amerikaning qizil raqami bor. Ashta bo'lganligi uchun shu qizil raqamni chegara beji orqali tanishayman, yo'qitaman deb shu ishni qilgan. Ashta bilan bu dunyodagi Xitoydan boshqa faqat bir Xitoy yetib olib, ishim qilmaydi. Qolgan bütün 76 davlatlarning hammasi pusiya bo'ldi dedi. Biz Amerikaga kelib suhbat o'tib bormaymiz, bu ishni hal qilmaymiz, hal qilmaymiz. Amerikaniki, Trumpniki bu siyosatni qo'llaymiz deb ifoda bildirgan. Hozir nima bo'ldi desanglar, bu
g'arb allari qolgan 70 necha davlatdan faqat bir Angliyali kelib Amerikaga kirishdi. Kirishib yangi savdo kelishimlarini tuzib chiqdi. Bu yerdagi kulkilik ahvol nima desanglar, Amerikaniki Angliya bilan qizil raqam yo'q. Yeshil raqam bor. Ya'ni Amerika Angliyaga jiroq setib, Angliyadan ozroq mal kirdi. Ashta bir ahvol. Mush davlatlar ichida eng yaxshisi Angliya. Ammo shu Angliya bilan yangi kelishim tuzib bo'ldi. Qolganlar bilan kelishim tuzmagan. Qolgan hammasi bergandi, tuzmagan. Lekin bu qolgan davlatlar Amerikaniki Xitoyga qaratgan pozitsiyasidagi o'zgarishga qarab, bu yaxshi ishga Amerikaga yumshoq boshliq qilmay, yumshoqlik qilmay, qattiq qo'lli qilsa, Amerika yumshaydiki, bizga qo'llanmoqchi bo'lgan jazolarni bekor qildi ekan deb, ma 70 yosh davlatlarning hammasi yetvelib, hozir hech qanday yengillik yuz bermadi bundan keyin. Ashning bilan hozir Amerikaga aytib qo'shsam bo'lib ketdi. Xitoy bilan shu, butun Yevropa allari bilan shu. Shunga Yevropa allari bilan qolgan yolg'iz Yevropa emas, qolgan 70 davlat. Bular bilan bo'lgan chegara beji ishlari qanday bo'ladi buni bilmayman. Lekin hozirgi Amerikaning alpozidan qaragan chog'da oldi bilan Xitoyga nisbatan bir yangi narsa qo'llanmoqchi bular. Onundan keyin Trump hozir qo'llanmoqchi bo'lgan yangi qadam ichida bu Xi Jinpingga qayta telefon qilaman deb aytibdi. Shunday debdi oldin kunsi. Xi Jinping bilan qayta telefonda ko'rishaman deb. Anda deb aytibdi. Endi nima bu biz nayt azoblanamiz bunday ishlarni ko'rsak. Xitoyniki qanaqligini bilgan bo'lgandan keyin 2019 yılı Xitoy Amerika bilan kelishim tuzgan. Uni kelishimlarni tuzib etib, undan keyin hech qanday va'dasida turmay, kelishimda belgilangan ishlarni birisini qilmadi. Xitoy ashlaq davlat. Xitoy BDTga kirgandan keyinmi to'satqa yo'li shu. U hamma kelishimlarga imzo qo'ydi, hech qaysini ijro qilmaydi. Dünya savdo tashkilotiga kirgandan keyin 2000-yilda dunyo savdo tashkilotiga kirgan. Undan keyin ham shu. Bu savdo tashkilotining tuzum, qoida, kelishimlari hammasiga imzo qo'ydi, ammo hech qaysi amal qilmaydi. Amal qilmay jim yetib oladi. Buzudi. Ashta qilib foydaladi. Butun odamlarga qartib turib foydaladi. Orliqda necha yil o'tib ketgandan keyin xalqlar buni diqqat qilib, sen bu kelishimga imzo qo'ygandan hech narsa qilmading-ku. Va'dangni tumundigu desa, o kelinglar qaytadan yig'nachib, qaytadan tampan qilaylik. Qaytadan kelishim tuzaylik deb shunday edi. Xitoylar 2019-yilda Amerika bilan kelishim tuzgan. Ijro qilmadi. Yaqinda Jenevaga berib, yeni kelishim tuzdi. Shu Xitoylar bilan. Yeni ijro qilmadi. Hozir Trump yeni Xitoyga telefon qilaman deyapti. Meningcha bu qatim burunqilardan sal yoshroq natija chiqishi mumkin. Bir necha odamlar bor Amerikaga izchil taklif qilayotgan. Zodi Xitoyni mujub suyunish qamsanglar bo'lmaydi. Burunqi narsa ishlamaydi, Xitoyga ishlamaydi. Xitoy bu butunlay dunyodagi boshqa ellar bilan o'xshamaydigan bir el. Biz hammani ko'rdik. Bular tartib qilayotgan ishimiz shu deb davatidi. Endi bu qatim qanchalik anglaydi o'qimaymiz. Lekin bu qatim Xitoylar Amerikani yana ahmoq qildi. Rus ahmoq qildi. Shunga endi ba'zilarniki deyishicha shu Xitoydan Amerikaga keladigan mal bu jerdagi ishlarda yaqin yeni o'zgarish bo'lishi mumkin deb asha deydi. Jenevadagi yig'indan keyin Xitoyniki to'xtab ketgan shirkatlar qaytadan ishga tushib, Amerikaga to'shilgan yuklar yana qaytadan boshlanib ashta bo'lib ketgan. Aslida 90 kun vaqt bergan Xitoyga hozir hech qanday amalda turish ehtimolligi bo'lmagandan keyin magaplar o'tirib chiqadi hozir. Shunga yangi ishlar bo'lishi mumkin. Kelar haftadan boshlab qanday ishlar bo'ladi uqmaymiz. Ishqilib Xitoy Amerikani dahshat ahmoq qildi. Abadan
o'quvchilarni ishiraman deb qo'ydim. Nima Xitoyniki Tsinghua universitetini Amerika qurib bergan. Tsinghua universitetini Harvard qurib berganmi yoki MIT qurib berganmi, ikkisini biz qurib bergan ayni vaqtda. Undan keyin izchil turda Xitoyni yo'lab keldi har jihatdan. Lekin Xitoyning nazarida Amerika Xitoylarniki birinchi darajalik dushmani. Hozir shu. Buni tushunib yetsa bo'ladi. Yetolmayotdi, endi keyingi ishlar qanday bo'ladi, endi bunga qaraymiz. Ehtimol Jeneva kurashishdan burungi ahvollar asliga kelishishi mumkin. Kishilarning faraz qilishicha. Hozir endi Trumpga bo'layotgan yana bir cho'ng to'salg'i Amerikaniki qonun sistemasidan bo'layotdi. Amerikaniki shu qonunsiz Amerikaga kelgan jinoyatchilarni Amerikadan chiqarib etish shu ishlarni Amerikadagi bir qism tuvan darajalik sotlar to'sib u yerdan bir sot hukmi chiqardi, bu yerdan bir sot hukmi chiqardi. Amerika prezidentiniki ma'lum doirada qonuniy huquqi bor ekan, chegara ishlarini o'zi bitirib qiladigan. Ashta bo'lgani uchun Biden prezident vaqtida Amerikaga 20 milyondan ko'p qonunsiz insonlar kirdi. Buningga hech kim demedi. Bular hammasi kirib bo'ldi, hammasi Amerikada hozir 20 milyondan ko'p deydi. U chaqda Amerikaniki qonun sistemlarini yaqinmagan, to'smagan bu Bidenni. Hozir endi Trump bularni chiqarib o'taman desa, oq-oqidan to'xtamay bu qonun organlari hukm chiqarib ketyapti. Odamni cho'chitadigan darajada, odam qabul qilolmaydigan darajada mana ishlar bo'lib ketib boradi. Shuning bilan Trump bir tarafdan bu odamlarni chiqarishni qilyapti, yana bir tarafdan qonun urush qilyapti Amerikaning ichida. Tuvandagi sotlar arz qiladi, hukm chiqaradi. Trump yuqori sotga arz qiladi. Bu ish to'g'riliq. Ba'zi ishlar hal bo'lyapti, yana hal bo'lmaganlari bor. Ish qilib Xitoy bilan Amerikaniki qonun sistemasi bu ikki narsa Trumpni oqsaq qilib qo'yapti hozir. Qilmoqchi bo'lgan ishlarini ajoyib ishlar bo'lyapti. Shundaqdimi umumyuzlik vaziyat endi yaxshi. Hozir iqtisodniki o'sishi, nima mal bahosiniki tushishi, aniki pul o'siminiki tushishi jihatida zo'r ilgirlashlar bor hozir. Amerikaliklarniki iqtisodniki yaxshilanganligiga bo'lgan ishonchi zo'r darajada eshib ketdi hozir burunga qatnashgan chog'da. Bu jihatdagi ishlar yaxshi, lekin Trump zo'r to'sqinliklarga duch kelyapti. Yaqinda Amerikada bo'layotgan yana bir cho'ng xabar Harvard universitetidagi ishi. Sizlarga o'tgan vaqtda berganman. Albatta degandek bu Harvard universiteti Xitoylarga bek yordam qilgan va yordam qilayotgan bir maktab. Nimani Tsinghua universitetini qurib bergan, Harvard qurib bergan. Hozir bu yaqinqi ahvol nima ekan desanglar, bütün solchi ideologiyani taqitib insonlarni shu darajada tarbiyalab, yolg'iz Amerikalik emas, chet elliklarni shu darajada tarbiyalab, bütün dunyoga solchi ideologiyani taqitish ishida Harvard va boshqa bir qism maktablarniki roli intayin cho'ng. Bu yerda hozir Amerikada gap faqat Harvard universiteti bilan bo'layotgan bilan emniyat undaq emas. Harvardga mana tegish orqali qolganlarni ogohlantirib yoki qolganlarni o'ngishmoqchi bo'lyapti bu yerda. Shunga bu xabarning ishi tek tugamadi. Hozir Amerikadagi hukumatining xabar qildirgan rostini butlay to'xtatamiz deb bu ish yana mengyapti. Necha milliard dollar yiliga shunday. Harvard o'quvchilarining 30% chet elliklar ekan. Buning ichida nihoyat zo'r qismi Xitoy. Anikin bu Harvard universiteti burun olgan bo'lishi mumkin. Harvard universiteti professorlarning ichida Xitoyniki Chen Jinhua 1000 kishilik mutaxassislar guruhi degan bir qurilish bor bularniki. Shu qurilishning ichiga kirgan professorlarning nechasi bor Amerikadan. Ondan keyin bu Harvardda to'xtamay Xitoyni maqtab maqola e'lon qilganlar bor. Ondan keyin shu Harvard universitetida Xitoy ichidagi doktorxonalarniki odam ichki a'zosini yetkash texnologiyasini o'rgatish ishida zo'r to'pis bor kishilar bor. Bu demakchi o'g'lim Uyg'urlarniki ichki a'zolarini
setlishidimi Harvard Üniversitesining töpüsü var. Muş texnologiyani Xitoy o'rgatyapti bular. Hozirmi shundaqdiki. Shunga nurg'un ishlar bor bu yerda. Yolg'iz bir Harvardni qilib olsakmi, bu ishlar davomlashyapti. Bu yerda qandaqdir Amerika hukumati, Trump hukumati bir yaxshi maktabni pachaqlatdiman degan ish yo'q. Bu yerda hozir Harvard Üniversitesi burunqidek bir ma'rif instituti emas, so'lchi ideologiyani taqdirlagan bir institutga aylanib qolgan. Ashta boshqa shuni o'xshayman deyotdi. 2 kun oldida MIT, Massachusetts Technology Institute of Technology degan maktab, bu dangli maktab. Harvardli qo'shna ikkisining ishiga bir-biriga qaraydi. Ishi u maktabdan ishiga yo'q, lekin bir yo'l bor, yo'lning ma tarafi Harvard University, a tarafi MIT. MIT pozitsiya bildirib, biz Amerika hukumatiniki yangi siyosatni qabul qilamiz degan narsani ishlab qildi. Hozir yaqin bo'lgan yana bir ish Harvard University'niki chet el o'quvchilarini qabul qilish salohiyatini tashlayapti. Bu to'g'rimi qonuniy jidal bor hozir. Bundan keyin Harvard Universiteti chet el o'quvchilarini qabul qilsa bo'lmaydi degan. Bu nima qilsanglar abataman degandek, bu bir so'lchi ideyasini taqdirlagan organga aylanib qolgan. Hozir Yevropadagi so'lchi ideya to'lqini ashtaq to'lqinlarniki shakllanib qilishidimi, mana shu Harvard Universitetidagi maktablarniki to'pisi intayin cho'ng bo'lishlardi. Shunga mana shu bo'lyotdi. Buni mushtarak doiradan tushungan yaxshi. Andan keyin hozir Trumpniki beshig'ini og'riyotgan yana bir ish Ukraina Rossiya urushi. Yaqinda bu jihatimi albatta Harvard Universitetidagi bir narsani unutib qolibman men. Mana bu bir necha kun ichida Harvard Universitetidagi bir o'qish bitirish murosimi bo'ldi. Shu o'qish bitirish murosimida bir Xitoy qiz bola so'zladi. O'quvchilar vakili bo'lib, odatda o'qish bitirish murosimida bir o'quvchi vakili so'zlaydi. Bu yilgi Harvard Universitetidagi bir o'qish bitirish murosimida Xitoy qiz bola so'zladi, qiz bola. So'zlab nima deydi desanglar, shu so'zning ichida Renli Mingin Gongting degan Xi Jinpingning so'zini ishlatyapti. Dunyoni ash tarafga menishga chaqiryapti. Xitoy qiz bola Harvard Universitetidagi o'qish bitirish murosimida. Bu gap taqdirdosh insonlarniki birlashmasi deganda texnik bir ma'nosi bor. Bu Xi Jinping o'tirib qo'ygan narsa butun dunyoni ashtaq bir yolg'on gap bilan aldab, hamma davlatlarni qarz qilib, balki bir balvoq bir yo'l qurilishi bilan munosabatlik bu. Qarz qilib butun dunyoga hukmronlik qilaman degan. Xitoyning dunyoga hukmronlik qilish o'rniga chiqish qurilishidagi gap ma'lum. Renli Mingin Gongting degan gap Xi Jinpingning gapi. Mushu gap Harvard Universitetidagi o'qish bitirish murosimida o'tirib chiqyapti. Tashabbus qilinyapti. Yaqinda bo'lgan narsa, 10 kun ichida. Mushu darajada vahshiy Harvard Universitetining ahvoli. Boshqa maktablarda mana shunday. Endi hozir Trumpniki besh og'irgan yana bir ish Rossiya Ukraina urushi. Xabarlar bor, 5-9 kuni Xi Jinping Moskvaga berib, Ikkinchi dunyo urushiniki 80 yillik paradni o'tish murosimiga qatnashib keldi. Qatnashib Xi Jinping bilan Putin nurg'un narsadan kelishib keldi. Undan keyin Trump Putinga telefon qilib 2 soat so'zlashdi. So'zlashib nayt qo'shib ketdi. Putin qo'shildi, urushni to'xtatish suhbati olib borishga qo'shildi. Bu suhbat Rossiya bilan Ukraina o'tirish suhbati hozir darhalla mangmoqchi, hozir epirilmoqchi deb qo'shilib bu gaplarni degan. Lekin Trump shu telefon qilishdan bir kun burun, Trumpning telefon qilgan vaqti 19 deyman. 18 kundan keyin Putin Ukrainaga hozir qadar ko'rilib boqmagan eng chong havo hujumini boshladi yana. Uçuşsuz aeroplan, drone hujumini boshlab qildi. Bu davomlashdi. Undan keyin epiryapti. Undan keyin Rossiya Amerikani biroz
mazla şanxo qildi. Bu aştaqım iş bolamdı. Bu degan bizning qotqinimiz, bu biz uyun. Bizim boşta gaplarimizni ishonsa, bu degan qamlashmagan ish degandek masxara qilib, Amerikani masxara qildi Rossiya. Amerikani masxara qildi, undan keyin Zelenskiy yana Amerikadan norozi bo'ldi, norozilik bir narsani dedi. Agar Amerika bizga yordam bermasa, biz Ukrainaga qo'limizdan ketib qoldi deganda raq gaplarni deb Amerikadan norozi bo'lib, sen qilgan yordaming, sen yetarli yordam qilmading degan ma'noda endi. Ashta qilganda bunga Putinning yine açığı geldi. Açığı kelib bu Zelenskiy degan qamlashmagan bir narsa ekan deb aşağı gaplar o'tirib chiqdi, Trump boshladi degan gap. Ish qilib bu yerda nima bo'lyapti desanglar? Xitoy Amerikani ahmoq qildi, Rossiya ham Amerikani ahmoq qildi. Ahmoq qilyapti hozir. Bu Amerikaning bu ikki davlatlarni tushunishi nayt tas to'xtab ketyapti. Nayt kishif olidaklamkin azraqla bir shub qolsa qo'shib ketib, mana ilg'lash bo'ldi. Lekin Rossiyaniki aslidagi plani butunlay boshqacha. Bu urushni to'xtamaydi yaqin vaqtlarda. Hergiz hozir masa to'xtamaydi. Ahvolni sizlarga jiq so'zlab keldim. Amerika jiq yordam qilib bo'ldi Ukrainaga. Yevropa niki yordami dahi Amerikachalik emas. İqtisodiy jihatdan bütün Yevropa birlashmasidagi ham davlatlarniki iqtisodini qo'shgan chog'da Amerikaniki bilan barobar. Amerika bilan barobar iqtisodi bor Yevropa birligi Ukrainaga yordam qilish ishida intayin passiv ahvolda turyotidi. Ondan keyin bu Yevropa elleriniki harbiy ishlari intayin qattiq chekinib ketibdi. O'tgan masalaga degandek Germaniyada aran 20 tanki bor ekan. Angliya po'lat sanoatini eng dastlabda taraqqiy qilgan davlat. Yaqinda ularniki eng oxirgi ikki po'lat zavodini taqaldi. Eng oxirgi ikki zavod taqaldi. Demak, po'lat zavod texnologiyasi sanoatini boshlagan Angliyada po'lat zavodi yo'q hozir. Ajoyib ishlar bo'lyotdi bu dunyoda. Ashta qilib hozir endi Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urushmi bir xil qatmal ahvolga kirib qoldi. Bundan qaysiga ma'lumot qilolmaydi. Putinniki Trumpga qo'ygan talabi urush to'xtatish haqida intayin vahshiy. Masalan, hozir urush bo'layotgan 4 rayonning hammasini Rossiyaga bilib bersin. Rossiyaning zimini bo'lsin u. Kiriyaga allaqachon açtaq endi. Ular zimni bo'lsin, anadan dunyo Rossiyadan urush chiqimini to'ltishni talab qilmasin, undan voz kechsin degan talablar bor Rossiyaning. Açtaq talablarga ko'nsa biz urush to'xtatamiz deydigan. Bu talablarni qabul qilish mumkin emas. Açtaq bo'lg'achqa bu butun ahvol hozir bir qatmal olib chiqib qoldi. Shunga buniki qaysi ma'noda uqmaymiz bu narsani deyish tas hozir. Bu nimaniki Trump'ninki asli maqsadi Ukraina Rossiya urushini to'xtatib, undan keyin butun kuchini Xitoyga qaratishdi. Askarlarning hammasini Osiyoga yetkazib, Xitoyga qaratishdi. Bu ishlar suzilib ketyapti hozir. O'ylagandek ma'lumot qatlamkin. Endi Xitoy bo'lsa, Xitoy Rossiya hozir atrofiga bir qism odamlarni to'plab, dunyoda boshqa bir Amerikaga mush atalaydigan bir yangidan bir institutni vujudga keltiryapti bular. Yaqinda masalan dollar ishlatmaydigan pul sistemasi degan narsani o'tirib chiqaryapti Xitoylar. Boshqa davlatlar birlashib, Rossiya bilan birlashib Amerika budjetini tahdid hozir. Shunga mushu soha biroz ko'ngilsiz hozir, ahvollar aniq emas. Yaqinda chiqqan yana bir xabar Xitoy virusiniki bir yangi varianti taqilib ketdi. Dastlabda Xitoyda bek tarqalgan bu. Hozir Amerikaga kelibdi bu. Yangi varianti deydi.
Mavu nime Trump kabinetdeki tanlangan bir doktor Öz degan bir adam bor. O adam doktor Öz bo'lsa cho'qim turk adam, meni bilishimcha turk adam bu. Bu adam shu bir nima sahiya sohasiga mas'ul kishi. Bu odamning yaqinda deyishicha, hozir shu Amerikaning sahiya sohasidagi parxo'rlik bilan yeyilib ketgan, isrof qilingan mushtaq pulning miqdori 14 milliard dollar degan narsa e'lon qildi. 14 milliard dollarlik iqtisodiy qalamqanchiliklar bor ekan shu davolanish sohasida. Buni o'tirib qo'ydi. Ondan keyin Trump nimaga Havardga berayotgan, yilda berayotgan 3 million dollar pulni Havardga bermay, buni soda maktablariga o'quvchilarga beraman degan gapni o'tirib chiqadi yaqinda. U Havardda solchi ideologiyasini taqdirlashni qildi ekan, unga ko'ra soda kasbiy maktablarga bersak Amerika iqtisodiga foydali emasmi degan narsa o'tirib qo'yibdi. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish, tunugin Trump bilan Elon Musk'niki hukumat ish unumini o'stirish idorasidagi vazifasi oxirlashdi tunugin. Shu munosabat bilan Trump Elon Musk'ni yana Oqsaroyga chaqirib bir muxbirlar yig'ini ochdi. Nayda qiziqarli yig'in bo'ldi u. Men ko'rsatdim qarab boqay. Candidate for the degree of Master in Public Administration, Yurong Luana Jiang. Albatta men degan Xitoy qiz bola. Havardniki. Bu Elon Musk'ni hozir ko'rsatib qo'yay degandim. Bir qiziqish bo'ldi bu yig'in jarayonida. Nima desanglar? Qiziq, men tep qo'ygandim. Aynen Xitoy qiz bolniki. Last summer, when I was doing my internship, Buni men tep qo'ygandim, topolmay qoldim, kechiringlar. Nima bu yig'in jarayonida nima bo'ldi desanglar? Elon Musk'niki ko'zini qashi ko'kir qapti. Ko'kir qilib, shunlar haqlar bu ko'zing nima bo'ldi deganda Elon Musk deydi, Oqsaroyda bo'lgan gap bo'lmish shu muxbirlar yig'inida. Men 5 yoshlik o'g'limga meni urib boq, qancha uralaysan degandim desam, birini qo'ygandi, ko'zimga ko'rib qoldi. 5 yoshlik bolamni xalar avuz uralar ekan deb chaqchaq qildi u yerda. Shundan Trump aslida o'g'lim X Elon Musk'niki o'g'lining ismi X degan harf, bir tal harf. Agar X bo'lsa u uni shani qolaydi deb. Ishqilib nima to'niki bu muxbirlar yig'iniki xulosasi nima desanglar? Elon Musk'niki vazifasi oxirlashdi, u yerda rasmiy hukumatniki vaqtli xodimi degan vazifasi oxirlashdi, lekin bu xizmat oxirlashmaydi. Bundan keyin taraqqi qilmaydi. Bundan keyin hukumat ish unumini tekshirish idorasi Amerikaning bundan keyingi hukumat qurilmasiniki bir qismi bo'lib mangdi. Keyin
shu prezidentlar almashgan taqdirdami bu ishlar buniki davomli mangidi degan gapni dedi. Hozirga qadar shu hukumat ish unumi idorasi qurilgandan keyin tejab qolgan pul 160 milliard dollar bu yilning oxirigachilik 200 milliard dollargacha bordi. Keyingi bir necha yilning ichida mushtaq hisob qilgan pul 1 trillion dollarga berishvandan eshishi mumkin degan gapni o'tirib qo'ydi. Ashta qilib Elon Musk endi hukumatdagi vaqtli xizmatini oxirlashtirib o'ziniki Tesla va qolgan shirkatlarga qaytib ketdi. Andan keyin mushun necha kun ichida bo'lgan yana bir cho'ng ish albatta men degan Xitoy o'quvchilariniki vizalarini bekor qilib etish. Bu ish aslida maxfiy ekandiq. Aslida Amerika hukumati butun dunyodagi Amerika konsulxonalariga bir buyruq tushirdi ekan. Xitoy o'quvchilarga viza bermaslik, andan keyin qolgan davlatlardan kelgan o'quvchilarning ularga viza berishdan burun ularniki ijtimoiy tartib hisoblarini tekshirish. Amerikaga qarshi ish harakat, so'z harakat qilayotganlar bormi yo'q tekshirish. Mushtatorliq bir maxfiy buyruq ekan bu. Bu buyruqni Amerikadagi politika degan bir media shirkati bilib kelib, u oshkorlayotgandan keyin Rubio buni o'zini o'tirib chiqib e'lon qildi. Hozir agar Rubioniki shu qo'ygan so'zlariga diqqat qilsanglar, Rubio qat'iy Xitoy degan gapni ishlatmaydi, Chinadan ishlatmaydi, CCP deydi. Hozir Amerika hukumati ichida Xitoy kompartiya hukumati bilan Xitoy fuqarolarini ayirib etish to'lqini bo'lyotdi. Nihoyatda ehtiyotkorlik bilan bu ish elib berilyotdi hozir. Xitoy hukumati demay, Xitoy kompartiya hukumati deydi, CCP deydi, undan keyin Xitoy xalqi deydi. İkisini nihoyatda aniq ayirib. Bu bir yangilik. Buni Pompeo vaqtida o'tirib chiqqan bu. Mao hukumat endi buni qaytadan damlashtiryapti. Shunga buni bir deb qo'ydim. Ishqilib umumiy ahvoldan qaragan chaqda odamni xushal qiladigan ishlar jiq emas hozir xalqaroda shu. Aslida biz burun Uyg'urlarniki beshi kelgan zulm, nog'achilik, adolatsizlik, qirg'inchilik mishtirini dunyo bilsa, dunyo bir amal qiladi deb o'ylaydik. Vatandagilarmi hozir shunday intayin cho'ng umidda. Umidda biz qilayotgan hammasini qildik. Hozir bu dunyoda yangi ishlar jiq chiqib ketdi. Jiq chiqib ketib hozir Amerika, Xitoy va Rossiyaga taqobil turish ishida tirkanishyapti mana shu vaqtida. Qo'llangan tadbirlar unum bermay, odam o'ldirish davomlashyapti. Ukrainada yana shundan nurg'un yangi ishlar chiqib ketib, Uyg'ur masalasiniki muhimlik darajasi asta-asta pastga tushib ketyapti. Hozir umumiy ahvol shu. Lekin biz umidlanmasligimiz kerak. Nima mo'jiza har qanday vaqtida paydo bo'lib qolgan ishlar bor. Yana birisi Xitoyniki ahvoli yanada yaxshi emas. Hozir Xitoy hukumati, Xitoy kompartiya hokimiyati bu yil ag'dirilib, Xitoy davlati nechaga parchalandi degan ko'zqarashmo intayin kuchli hozir. Amerikada bir nima pal soldigan bir odam bor. O'tganda men sizlarga uning gapini deb bergan, sizlarga videosini ko'rsatib qo'ygan. Shu odamning yaqin degan gapida Xitoy kompartiya hukumati bu yil ag'dirilib, Xitoy davlati nechaga parchalandi degan gap bor hozir. Bugun bu videoni ishlashdan burun uni topolmay qoldim. O'sha gaplar o'tirib chiqyapti. Ishqilib Xitoyniki holi umumizga aytgan chog'da uncha yaxshi emas. Albatta men deganda Xi Jinping huquqini olib qoldi degan gaplar bor. Shunga Xitoy hokimiyat beshiliklarda yil oxirigacha qanchalik o'zgarish bo'ldi bilmaymiz. Ehtimol shu bo'lgan o'zgarishlarning ichida bizga foydali o'zgarish bo'lib qolish ehtimolligi bor. Konkretni deb bermayman, u zodi qanday o'zgarish ekanligini, lekin ashta ehtimollik bor. Shunga biz qat'iy umidlanmasligimiz kerak. Bo'libmi hozirgidek vaqtda men qanday yashayman? Men qanday yashashim kerak? Bu savolni hamma odam davomli o'zidan so'rash kerak. Eng muhimi men o'zim uchun nima qiymat yaratyapman? Oilam uchun nima qiymat yaratyapman? Atrofimdagi Uyg'ur jamoati uchun nima qiymat yaratyapman? Millat uchun nima qiymat yaratyapman? Vatan uchun nima qiymat yaratyapman? Bu savolni davomli so'rab turish kerak. Bizning qo'limizda qiladigan ish tirishchanlik.
Nəticəni Xudoyim berdi, uni biz kafolat qila olmaymiz. Lekin tirishchanlik o'zimiz kafolat qila olamiz. Bo'libmi hozirgi kunda men o'zimniki bir milliy burchini ado qilish yo'lida o'zimning borlig'ini atab turib tirishiman, ashtaq yashayman deb yashasa da, aytdi xo'shal yashashga bo'ladi. Qanoat hosil qilib yashashga bo'ladi. Shunga bu yerda davomli tirishaylik. Bu yil Uyg'ur Project fondi boshlagan va Uyg'ur Project fondi yordam qilgan cho'ng turlardan bir qanchasi tamomlandi. Men tamomlangan chog'da bularni sizlarga deyman. Yaqinda yana bir qancha cho'ng turni boshlaymiz biz. Uni misal ishlar pishgan chog'da deyman. Men ishlarni oldin deyishni yaxshi ko'p ketmayman. Shunga ishlar bor. Demakchi, yana nurg'un qarindoshlarimiz bor, kecha kunduz tirishib ishlayotdi millat uchun. Bu yerdagi ishlar hech qanday to'xtab qolgani yo'q. Men bugun tilga olgan ingliz tili tor maktabi. Bu shuning bir misoli. Yaqinda Turkiyada 3 singlimiz bir maktab boshladi. Boshlab ularga ozroq pul lozim qilib maktabni dastlabda mo'ndirdiganga Uyg'ur Project fondi bilan aloqalashgan men bilan. Bizniki bir yeni nihoyatda vatanparvar millatparvar qarindishimiz bor edi. Unga deb bu yenidan qurilgan maktabga xil ko'p pul yordam qildi. Ash pul bilan bu maktab hozir ishga tushdi. Mashta qilib qarindoshlarimiz, yana bir qism qarindoshlarimiz kechini kunduzga ulab to'xtamay qattiq tirishyotdi. Mushundaq ruh hammamizda bo'lishi kerak. Men yaqinda yana bir kitob o'qiyapman. Kuchsizlarniki qudrati deydigan Power of the Powerless degan kitob. Uniki kuchsizlarniki kuchi bu nereden keldi ekan desanglar, bu kuchni barpo qilish uchun eng muhim bo'lgan narsa omillarning birisi ong. Millat a'zolaridagi ong. Millat a'zolaridagi o'zining miltiga bo'lgan ong. Shu eng muhim omil. Shu narsa bo'lmagan chog'da kishilarni qo'zg'atish mumkin emas. Kishilarni millatga foydali ishlarga chaqirish, shu yo'lda harakatlantirish mumkin emas. Eng muhim omil shu. Shunga biz hozir dunyodan hech qanday yordamga erishamagan ahvoldami, biz o'zimiz yordam qila olamiz. Endi o'zimiz qila oladigan nurg'un ishlar bor. Shu ishlarni bu mening milliy burchim deb qilib yashasak, ham xo'shal, ham qanoat hosil qilgan holda yashay olamiz. Men qarindoshlarni shu ashunday yashashga chaqiraman. Shunday qilib degan so'zlagan mazmunlar shu undan oxirlashidi. Agar bu mazmunlarni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, menga barmoq berib qo'yinglar, ilhom bo'ladi. Meniki Facebook hisobimga va YouTube hisobimga agashmagan qarindoshlar agashib qo'yinglar. Bu da mesela qatim ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.